Barchaga assalomu alaykum, hurmatli Humo kuzatuvchilari. Navbatdagi oshxona mebelimiz tayyor bo'lib qoldi. Oshxona mebelni tanishtirib o'tishdan oldin bitta layklarni bosib o'tasizlar. Videoda oxirida narxlarini, materiallarni nima ketgan, hammasini aytib o'tamiz. Videoda oxirigacha ko'ringlar, obuna bo'lishni esdan chiqmasin. Xo'p, bu mebelimizni Andijon viloyatiga o'rnatib berganmiz. Materiallari полностью mokriydan bo'lgan, korpuslarigacha. Hop, ikkilik ro'ykalar bosib berganmiz. Suvlarga, o'tga chidamlik. Mo'ykalarini ham qo'yib berganmiz. Bu yerga chiroyli qilib kir mashinalarini ham joylashtirib berganmiz. Uyda egalariga, talaba istaklariga binoan gaz plitalarini shu yerga joylab berganmiz. Endi gaz plitalarini uyda o'zi egasiga o'zi tarkag'ara olayga endi qimmati arzoni. Kafel yopishtirib berganmiz. Bunisi ham o'zimizdan bo'lgan, kafellari ham o'zimizdan bo'lgan. Bu yerga domni, kanalizatsiyalar bor. Arshga qilib o'rab ketganmiz. Operator pastdan olib qo'yasiz. Petlilari ham vakuumlik. 5 yilgacha garantiyasi bor. Stadishning o'ziga 10 yilga garantiyasi bor. Zavodning o'zi pechati bilan chiqib keladi. 10 yil ichida ishsa, boshqa narsa bo'lsa, o'zimiz kelib almashtirib beramiz. Zavod tomonidan kafolatlangan. Bu tomoniga katyor qo'yarkan. Turbalarni yopib ketganmiz. Katyorda ham endi o'rnatadi, hali yangi dom, hali ko'z chiqishmagan. Xo'p, kimga shunday oshxona mebel xizmatlari kerak bo'lsa, ekranda ko'rinib turgan nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. O'zbekiston bo'ylab dostavka ustanovkalarimiz bor, xizmatlar mavjud. Andijon bo'ylab bepul, Vodiy bo'ylab dostavkalar bepul, xizmat ko'rsatish bepul. Barchaga rahmat. Obuna bo'lishni esdan chiqmang.